Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Tağırtaq xəbər to'rining 10 ayının 3 kundagi xabarda bildirilishicha, yaqinda o'tkazilgan atalmish Şinjan Pedagogika Universiteti xizmat yig'inining 2023 yillik xulosa yig'inida Xitoy Pan-texnika universiteti, Italyan sanoat universiteti, Sharqiy Xitoy Pedagogika universiteti va Shanxi Normal universiteti qatorliq 12 universitet atalmish Şinjan Pedagogika universitetining o'rtaq qurilishini va mushuning o'xshash oliy maktab va ma'rif sohasini kuchlab qo'llaydiganligini bildirgan. Bu yig'inda imzolangan o'rtaq kelishimga asosan har qaysi universitetlarning yordam berish, qarorlik almashtirish va tarbiyalash va atalmish Şinjanga yordam berish uchun kadrlarni uzluksiz tanlash va yo'tkash orqali atalmish Şinjan Pedagogika universitetining o'qituvchilar qo'shinining qurilishini izchil qo'llaydiganligini bildirgan. Shundaqla barliq universitetlar Xitoyning atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni strategiyasiga mulozimat qilishga alohida ahamiyat berib, hamkorlik sohalarini kengaytirib, kasbdoshlarning bir-birini qo'llash va hamkorlik ta'sirini eng zo'r darajada yuqori ko'taradiganligini, hamda Xitoycha alohidlik bilan atalmish Şinjanning taraqqiyot qurilishiga alohida to'h qo'shilganligini ifodalagan. Uningdan boshqa har bir yordamchi universitet atalmish Şinjan Pedagogika universiteti bilan birlik tadqiqot guruhi qurib, atalmish avtonom rayonning 8 chong sanoat to'pini markaz qilib, Xitoy davlat va yerlikning asosliq fan tadqiqot turlari va qurilish turlarini birlikda planlab ishga oshirdigan va yo'l qo'ydigan. Va hamkorlik tadqiqoti va muvaffaqiyatlarni o'zlashtirish, atalmish bir balvoq bir yo'l savdo qurilishi ham madaniyat, san'at qatorliq sohalarda cho'nqur hamkorlik o'rnatib, oliy darajalik aqlli bir qurish planini o'tirib qo'ygan. Xitoy Markaz xabar to'rining 10 ayının 13 kundagi xabarda deyilishicha, Xitoyning g'arbiy shimolidagi 3 o'lka va rayondagi 9 shaharning tadqiqot va sayohat hamkorlik ittifoqi rasmiy qurilgan. 10 ayının 12 kun atiganda Kansu korxonalarning Ipak yo'li madaniyat sanoati balvog'ini o'rtaq barpo qilish faoliyatida 3 viloyat, rayon va 9 shahardagi tadqiqot sayohat rayonlik hamkorlik birlashmasi rasmiy qurilgan bo'lib, Kansu, Sharqiy Turkiston va Ishki Mong'oliyadan iborat o'lka va rayonlar Qumul, Turpan va Urumchi qatorliq 9 shahar bilan o'rganish va sayohatchilikda texnik keng va texnik yuqori qatlamli hamkorlikni yo'l qo'ygan. Bu 9 shahar o'zaro suhbatlashib, atalmish 3 viloyat, rayon va 9 shaharning tadqiqot va sayohat rayoni shahar hamkorlik ittifoqi xitobnomasini e'lon qilgan. Xitobnomada 9 shahar hamkorlik masalasini o'rtaq muzokara qilishga va bir-biridan o'rganishga va sayohat faoliyatini qo'llashga chaqirgan. Ham shaharlardagi tadqiqot guruhlarini tashkillab, 9 shaharda o'zaro ziyorat qilish, o'zaro o'rganish va madaniyat almashtirishni oldin qo'lga qo'yish, ularning boylik afzalligini joriy qildirish va har qaysi joylardagi o'rganish va sayohat boyligini cho'nqur qazish, alohida o'rganish sayohat mahsulotlarini yetishtirish, a'lo sifatli o'rganish sayohat liniyasini taraqqiy qildirish, madaniyat sayohat boyligi va ilmiy tadqiqot natijasini o'rtaqlashish, boyliklardan teng bahramon bo'lish, bir-birining afzalligini to'liqlash va bir-birining mahsulotlarini tashviq qilish qatorliq masalalarni o'tirib qo'ygan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.